Menimcha bu videoni ko'rmagan odam qolmadi. O'zim ham qattiq ta'sirlandim, ozgina xursand bo'ldim. Keyin kommentiga kirib izoh yozaman desam, shunaqangi ko'p negativlar borki, oxiri mana shu videoni olishga majbur bo'ldim. Jazoni ijro etish muassasalaridagi mahkumlar haqida gap ketganda, ko'pchilik ularni faqatgina jinoyat sifatida ko'rar ekan. Go'yoki ular inson emasdek, go'yoki ular yashamasligi kerak, xursand bo'lmasligi kerak, futbol ko'rmasligi kerak, biror bir trend bo'ladigan bo'lsa, darrov ustidan kulish kerak. Lekin haqiqat boshqachada. Ular ham inson, ularning ham yuragi bor, ular ham bir marta xato qilgan, lekin bu degani ular insoniylikni yo'qotadi degani emas. Oshno sifatida tushuntiraman, jazo insonni axloqan tuzatish uchun, jamiyatga qaytarish uchun beriladi. Uni inson sifatida yo'q qilish, qiynoqqa solish, azoblash uchun berilmaydi. Kelinglar jahon tajribasini olaylik. Masalan, Norvegiyada mahkumlar kitob o'qiydi, sport bilan shug'ullanadi, kasb o'rganadi. Jamiyatda ularni aslo tahqirlashga yo'l qo'yilmaydi. Shu sababli bo'lsa kerak, Norvegiya hozirdagi eng kam mahbuslar saqlanayotgan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Germaniyada esa mahkumlar bilan ishlashning alohida tizimi bor. Psixologik yordam, ta'lim, hattoki ijtimoiy masalalar bo'yicha kurslar tashkil qilingan. Chunki ular bilishadi-da, insonni faqatgina jazolab tuzatib bo'lmaydi. Bu mehrni, ozgina insoniylikni his qilsa, keyinchalik jamiyatga qaytish oson kechadi. Buni tajriba sifatida ko'rgan, bilgan, shu uchun ham hozir mana shunaqa sistema, mana shunaqa tizim yaratib qo'ygan. Biz ko'pincha agar kimdir jinoyat qilgan bo'lsa, baxtsiz bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Aslida bu adolatdan emas. Bu nafaqat qonundan, balki insoniylik va diniy jihatdan ham noto'g'ri deb o'ylayman. Inson borki xato qiladi. Muhimi shu xatodan to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri yo'lga qaytishdir. Bitta jinoyat sabab uni inson sifatida ko'rmas ekanmiz, u o'zini insoniyligini esdan chiqaradi. Ana undan keyin jamiyatga haqiqiy xavf boshlanadi. Jazoni ijro etish muassasalari, ya'ni qamoq bu qasos olish joyi emas, bu insonni tuzatadigan joy. Bir narsani tushunishimiz kerak. Mahkum yana bitta yo'qotilgan inson emas, jamiyatga qaytib kelishi kerak bo'lgan inson. Va eng muhimi, videoga negativ yozib ularni masxaralayotganda tushunib yetish kerakki, ular ham kulishga, yig'lashga, futbol ko'rishga, hayotida bir marta ozodlik naqadar muhim huquq ekanligini anglab yetishga haqqi bor. Ushbu videoni imkon boricha tarqating. Balki izoh yozayotganlar tushunib yetishar, qamoqxonalarda ham o'zlariga o'xshagan insonlar yashayotganligini.